Man Chinoz tumani Istiqlol mafedanman. Ismim Muzaffar. Mana shu Hazira firmasini Zamira degan sortini ekaman 4 yildan beri. Bu pomidorda menga qulaylik tomonlari yorilishi yo'q, hosildorligi yaxshi ekan. Bahorga ham ekdim, kuzgiga ham ekdim. Kuzgida ekkanim sanasi 25-yilda ekdim. Mana endi rang berib, xudo xolasa buni 1, 2, 3-kisgacha xudo xolasa sotib olamiz, ya'ni keyin saloniga, ko'kiga beramiz. O'zi Tbilisida qurganimga 4 yil bo'ldi. 1-yilda ekdim, menga yoqqan tomonlamalari shu yorilish yo'q, kipriklari yaxshi ekan, qizarish yaxshi. Kuzgi sezonga ekdim, kuzgi sezonda ham sovuq kunda ham ishi, qizarishlari yaxshi, yomon emas. Bozorga olib chiqsangiz, sotishga muammo bo'lmayapti. Nima deydi, uyga kelsa ham mana kipriklari yaxshi, talab yaxshi bo'lyapti. Sizlarga aytadigan gapim, bas sortdan keyin keyinchalik yomon bo'lmaysizlar. 4 yildan beri ekaman shu sortda.